2025-yil iyul oyida termitlarga qarshi qo'yilgan dezinfeksiya natijasi yaxshi. Hozirgi kunda o'z natijalarini berdi. Hozirgi kunda yo'qolgan. Xudoga shukr, shular tufayli hamma narsa hozirgi kunda termitlar yo'q. Telefon nomeringiz? 99lik 104 85 99. Men Oynazar Quramiz. Qarshi tuman Chelota dashtida yashayman. Termitchilar dezinfeksiya qiluvchilarni Dezmax Pro o'z jamoasi Max Pro jamoasiga mingdan ming roziligimni bildiraman. Dezmax Pro o'z jamoasi mana qo'ldan kelgancha xalq xizmatida qilib ishlarni qilib bermoqdamiz. Garantiyali talonlaringiz yoningizdami? Garantiyali talonlari bilan so'rashni unutmanglar. Kimga qildirsanglar ham. Rahmat hammalaringizga. Mana shu salomatlaring mana. Xudo xolasa, yo'qolgan bo'lsa bo'ldi. Qachon qo'yganimiz, sizga qo'yganimiz o'zi o'tgan yili qaysi oy edi? Iyul. 7-oyda edi. Iyulda. Mana Iyulda. Xudo xolasa shu bilan 7 yildan 10 yil, 15 yilgacha ketadi, xudo xolasada. Aytganlaringiz shunday, xudo xolasa. Hozirgi holatlar qanday holat? Hozircha yo'q. O'sha baxmaydan hovuz bo'ldim. Boshiga holatlar bitta ikkita tushishlari, dori suyuqlik dori vositasini patologga sepib berganmiz-ku, u 5 yil garantiyali holati bo'yicha ketdi. Bir o'rtaga bir chiqib oladi-da. Chiqdi-da to'kildi. Keyin hozir patolog qilguncha ko'rdik, yo'q. Holati yaxshi. O'lishlarni qayerdan ko'rdilar? Pir bo'lishini qayerdan ko'rdingiz siz? Menmi? O'sha yangi ustaga keldi. Men buni shikatirga qilaman. Qayta shikatirga qildingizmi bu yoqda? Menda sokil qo'yildi. Mana bu yerda. Keyin men qiziqdimda bir ko'raychi deb ko'rdim. Xuddi somon pur shaklda to'kilgan. Shunday. O doriga teginmadingizmi? Doriga hech qanday qo'lim bo'lmagan. Faqat yoniga to'kilganini ko'rdimda shatta yo'q. Birdan unga teginmay. Xudo xolasa bu dalnishni turadi-da, o'zini surokini yo'qotmaydi. Umuman o'zini surokini yo'qotmaydi. Endi bu 15 yilgacha o'zini surokini yo'qotmaydi. Dori. Sababi bu dori yegandan keyin polni uyingiz atrofiga tarqatadi. Keyingi yilda misol uchun har yil uchadi-da bu. Har yil uchgan paytida doriga qadaladi. Doriga kelib, doriga keladi, dorini tishlaydi, yana o'laveradi. U ertaga dalnishni ko'paymaydi-da sizga. Dalnishni ko'paymaydi-da. Shunaqa. Hozir bo'ldim mana, qutuldik. Zo'r bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hozir ukangiz ham aytdilar, biz dori qo'yib ketganimizdan keyin ularni taklif qilib